To'g'ri ovqatlanganingiz uchun sochlaringiz zo'r deyishibdi. Rostdan ham xalq tilida non yemasaman, meni sochlarim juda ham zo'r. Bilasizlarmi sababi nima? Chunki sababi bizning sochlarimiz xamirdan emas, oqsildan iborat. Men ratsionimda xamir, unli mahsulotlarni kamaytirgan bo'lsam ham, lekin oqsilli mahsulotlarni kamaytirmaganim uchun va doimiy ravishda ferritinim, vitamin D larimni darajasini ko'tarib yurganligim uchun ham menda soch to'kilish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Chunki bizning tanamizda ferritin, vitamin D tanqisligida ham insonda soch to'kilish holatlari kuzatiladi. Undan tashqari men doimiy ravishda magniy ichib yuraman, chunki insonda qanchalik kam stress bo'ladigan bo'lsa, shunchalik soch ham kam to'kiladi. Va asosiysi esa kollagen iste'mol qilaman, chunki kollagen soch follikulalarini juda ham zo'r baquvvat qiladi, ham sochni zo'r o'stirishda yordam beradi. Sochim to'kilmasin deb non va xamirli mahsulotlarni bosib yeyishni to'xtatinglar. Oqsilga boy mahsulotlarni ro'yxatini men Telegram yopiq kanalimda joylashtirib qo'yganman. Uni olish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.